Kunlarning birida bir yigit qalbini ezib turgan savol bilan donishmand huzuriga keldi va ustoz, men bir narsani hech tushunmayman. Biz odamlar Alloh borligini bilamiz. Har bir narsa uning qo'lida ekanini, hech bir yomon amal jazosiz qolmasligini ham bilamiz. Jannat va do'zax haqida eshitganmiz. Qiyomat kuni bo'lishini ham bilamiz. Lekin shunda ham bilib turib gunoh qilishda davom etaveramiz. Hatto o'zim ham ba'zida shunday. Nega bunaqa? So'radi yigit. Donishmand biroz sukut qildi. Bir lahza osmonga qarab turdi-da, keyin yigitga qarab, o'g'lim, tasavvur qilsang keng va bepayon bir cho'lda ketyapsan. Qo'lingda xarita, kompasing ham bor. Senga to'g'ri yo'l ko'rsatilgan. Qayerda toza suv, soya va najot borligini aniq bilasan. Shuningdek, qayerda xavf-xatar, halokat borligini ham bilasan. Bir payt seni oldingdan qisqaroq, yengilroq tuyulgan bir yo'l paydo bo'ldi. Sen bu yo'l qanday yo'l, xavfsizmi, bexatarmi, aniq bilmaysan. Chunki bu yo'l seni xaritangda yo'q. Lekin senga bu yo'l oson ko'rinadi. Boshqalar o'sha yo'ldan ketayotganini ko'rib, hamma shu yo'ldan boryapti-ku deysan-da, sen ham o'sha yo'ldan ketasan. Xaritada ko'rsatilgan to'g'ri yo'l qolib, notanish yo'ldan ketasan. Bu so'zlarni eshitgan yigit boshini egib, bu hikmatli so'zlarni tushunishga harakat qildi. Donishmand so'zida davom etdi. Biz gunoh qilamiz, bolam. Chunki biz insonmiz. Qalbimizda ikki kuch bor: nafs va ruh. Nafs vaqtinchalik, ruh esa abadiy. Va ular har kuni o'zaro kurashda bo'ladi. Biz hamma narsani bilamiz, lekin unutamiz. Biz o'zimiz tushunamiz, lekin ko'pchilik qayoqqa yursa, o'shalarga ergashamiz. Chunki bu dunyoviy rohatlar ko'zni ko'r, qalbni lol qiladi. Donishmand shunday deb bir lahza sukut qildi. Keyin chuqur xo'rsinib davom etdi. Lekin aynan shuning uchun ham bizga har kuni yangi hayot beriladi. Har bir tong bu yangi imkoniyat, eslash uchun. Agar sen adashgan bo'lsang, vaqtinchalik yo'ldan chiqib ketgan bo'lsang, pok qalbing, seni kompasing hali ham haqiqiy yo'lni ko'rsatib turibdi. Agar qalb pok bo'lsa, Allohning nurli yo'liga albatta qaytasan. Musulmonchilik umuman gunoh qilmaslikda emas, balki gunohdan keyin tavba qilib, yaxshilikka intilishdir, deb javob berdi donishmand.